Россияне обманывают это. Россияне это как мошенники. Просто o'zbeklarni как baliqqa qarmoq tashlagandagi tashlamoqda rossiyaliklar. Вот. Расшири отсюда. Расшири грозу отсюда. Rossiya это mошенник bo'lib chiqadi. Bu o'zbeklarga 100% tegishli. Turkiya bizga yo'l ochdimi? Turkiya u bizani og'amiz ochdi. Qardoshimiz ochdi yo'l. Вот. Ishlashi mumkin boshda. Главный Turkiya prezidenti etdi. Вот. Главный Turkiya prezidenti. Turkiya prezidenti bilan O'zbekiston prezidenti согласование qilib va u o'zimizda ishlamoqchi bo'lgan, o'zimiz ishlamoqchi bo'lgan o'zbeklar Turkiyaga borib turib ishlashi mumkin. Turkiyada borib turib ishlashi mumkin. Вот. Ayniqsa, seni уважать qilmagan davlatda keragi yo'q. Ayniqsa говно Rossiyada. Rossiya seni уважать qilmayaptimi? Уважать qilmagan davlatda o'zbeklar bo'lmaydi. Вот. O'zbeklar mingta davlat ochuv bizga, mingta. Это Rossiya o'zini как tishu kemaga o'xshab cho'kadi. Rossiya. Utoplennik avtomobilga o'xshab cho'kadi. Utoplennik kemaga o'xshab Rossiya cho'kadi. Вот расшири грозу открывает qilsanglar, o'zini o'zi tugatadi. Вот oxirgi nuqtasiga ikkita nuqtasiga qo'yish mumkin. Slava Falastina. Свободу Палестину. Slava Ukraina. Свободу Украину. Va Slava Falastinu. Свободу Falastinu. Вот. O'zbeklar это geniy odamlar. Eng birinchi bizani ota-bobolarimiz, Amir Temur ota-bobolarimiz bor. Chingiz ota-bobolarimiz bor bizani. Shuning uchun o'zbeklarga like bosing. O'zbeklar tushunadi bu gapimni. Chet davlatga ishlashga borayotgan o'zbeklar tushunadi bu. Вот.